Va nihoyat, men 27-qishloqqa yetib keldim. Xo'sh, endi men bu yerni bosib olishimdan oldin avval men Denning uyini atrofini lazer bilan o'rab tashlayman. Shunda u aniq qishloqlarga yordam bera olmaydi va men qishloqni bosib olaman. Ha, bu rejam eng zo'r rejalarimdan biri. Voy, soat necha bo'ldi o'zi? Qani soatni ko'ramiz. Nima? Soat 8 bo'ldi. Men ertaroq turishim kerak edi-yu. Hammanglar endi tezroq ish qilish kerak. Aytgancha hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan men Denni. Albatta videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda tez-tez videolar chiqarishga harakat qilaman. Xo'sh, hammanglar qani meni ketmonim. Xo'sh, tezroq ferma ishlarini qilsak, mer menga oyligini berish kerak. Nima? Uyim atrofida lazer? Denni, mana qo'yib chiqding. Nima? Mer uyim atrofida lazerni kim qildi? Denni, biz bilmaymiz. Shuning uchun bu yerda turibmiz. Kim qilgan bo'lishi mumkin, do'stlar? Kim qilgan bo'lishi mumkin? To'xtanglar do'stlar, qani. Voy, juda ham issiq do'stlar. Hammanglar hozir men kirkamni ochib ko'raman. Qani kirkam, mana kirkani olamiz. Xo'sh, qani. Nima do'stlar, bu kirkada buzilmayapti. Bo'lmasa qanday buzish mumkin buni? Xo'sh, qanday qilsam bo'ladi? Merda qandaydir narsa bor edi shekilli menimcha. Hozir merdan so'raychi. Denni, menda Rostakamaga juda ham zo'r kuchli drill bor. Hozir senga beraman shu drillni. Xo'sh, qani unda tezroq bering. Yo'mayo, men bunaqa drillni qaydan olgansiz o'zi? Xullas olganman-da. Xo'sh, do'stlar, endi bu buzish kerak. Qani. Nima do'stlar? Bu drillda ham buzilmayapti. Qanday buzilmasligi mumkin? Hammanglar to'xta. Mer bo'lmasa men adminni chaqirib ko'raman. Admin bunaqa narsalarga yaxshi tushunadi. Mana bo'pti, Denni, biz unda ketishimiz kerak. Bo'pti. Mer, sizlar ketaveringlar. Men unda o'zim adminni chaqirib bunday narsadan qutulaman. Hammanglar unda ketaveringlar. Mana mer va boshqa jitillar ham ketdi. Xo'sh, do'stlar, endi tezroq adminni chaqirish kerak. Xo'sh, qani adminga yozamiz. Voni qo'yat. Denni, adminni chaqirmoqchimi? Xo'sh, uni oldiga boraman. Nima? Hacker? Denni, anchadan beri ko'rishmagandik. Sen bu ishni qildingmi? Albatta men qilaman-da. Endi men qishloqni bosib olaman va sen bu yerda faqat tomosha qila olasan. Bu yoqqa-ki. Hammanglar Denni, mening ishlarim bor. Nima do'stlar, hacker qilgan ekan bu ishlarni. Ancha oldin men hackerga yomonlik qilgandim, shuning uchun u qishloqni bosib olmoqchi ekan. Xo'sh, admin ish qilib tezroq kelsin. Unda bo'lmasa yomon bo'ladi. Endi men bu yerni boshlig'iman. Endi sizlar hammang men aytganimni qilasanlar. Do'stlar, qachon admin kelar ekan? Tezroq admin kelsin ish qilib. Bo'lmasa yomon bo'ladi aniq. Admin qachon kelar ekan? Bu nima edi do'stlar? Denni, sen meni chaqirganmiding? Albatta. Admin, men sizni chaqirgandim. Hacker bu yerga qishloqni bosib olgani kelibdi. Mayli Denni, men senga yordam beraman. Biz uni haydab chiqaramiz bu qishloqdan. Xo'sh, qani u qayerda bo'ldi? Mana hacker. Nima? Admin bo'lishi mumkin emas. Qanday? Shunday bo'ladi. Endi sen bu yerdan ban olasan-da qaytib kela olmaysan. Iltimos menga ban bermang. Bo'lmasa men iltimos ban bermang xullas. Yo'q, senga ban beraman baribir. Bo'ldi. Hacker endi qaytib kelmaydi. Aytgancha Denni, rahmat senga. Agar sen bo'lmaganingda u qishloqni bosib olishi mumkin edi. Yo'q, arzimaydi. Hammanglar, unda men ketishim kerak. Xo'sh, meni ko'p ishlarim bor hali.
aytgancha jetonlar. Sizlarga ham xayr. Rahmat, admin. Do'stlar, video shu joyda tugaydi. Albatta, video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas, hammaga xayr.